Soat 3:17 da taqillatish boshlanadi. Baland emas. Yumshoq emas, shunchaki sekin va sabrli bo'ling. Oxir-oqibat eshikni ochishingizni biladigan odam kabi. O'zbekistonning tinch mahallasidagilar bu haqda shivir-shivir qila boshlashdi. Taqillashni eshitgan har bir uy ertalab kimnidir yo'qotdi. Qichqiriqlar yo'q. Qon yo'q. Faqat jim. Va bir galati tafsilot, har bir jabrlanuvchi g'oyib bo'lishidan oldin xuddi shunday dedi. U mening ismimni biladi. Hammasi ko'cha oxirida yolg'iz yashayotgan choldan boshlandi. Bir kuni kechasi soat 3:17 da u yumshoq taqillaganini eshitdi. U bu kimligini so'raganida ayolning ovozi xotirjam javob berdi va uning ismini juda yaxshi chaqirdi. Hatto marhum onasi ishlatgan taxallusni ishlatgan. U eshikni ochdi va boshqa hech qachon ko'rinmadi. Quyosh chiqqach, uning uyi bombosh, toza va sovuq edi. Go'yo u yerda yillar davomida hech kim yashamagan. Ko'p o'tmay, boshqalar ham taqillatishni eshitdilar. Ba'zilar buni e'tiborsiz qoldirdilar. Ba'zilar ibodat qilishdi. Ammo eshikni ochganlar g'oyib bo'lishdi. Kurash belgilari yo'q. Oyoq izlari yo'q. Hech qanday tushuntirish. Yaqin atrofda yashovchi oila haqiqatni ochishga qaror qildi. Ular uyning ichkarisida va tashqarisida to'g'ridan-to'g'ri eshikka ishora qilib, video kuzatuv kameralarini o'rnatdilar. O'sha kechasi ular bedor bo'lib, jimgina ekranni tomosha qilishdi. Soat asta-sekin taqillatdi. 3:16:17 taqillash boshlandi. Taqillash boshlandi. Ekranda bir ayol paydo bo'ldi. Uning yuzi oqarib ketgan, sochlari g'ayritabiiy darajada qotib qolgan edi, garchi shamol kuchli bo'lsa ham. Eng dahshatlisi uning soyasi yo'q edi. U gapirganda uning lablari qimirlamadi, lekin uning ovozi uy bo'ylab aniq aks-sado berdi. U otasining ismini pichirladi. Birdan chiroqlar miltilladi. Kamera ishlamay qoldi. Va bir soniya ichida uning yuzi g'ayriinsoniy narsaga aylandi. Ko'zlari qora, og'zi juda keng cho'zilgan. Eshik ozozidan ochildi. Ertasi kuni ertalab politsiya yetib keldi. Uy bo'sh edi. Oila yo'q. Kurash belgilari yo'q. Faqat kamera qoldi, hali ham eshikka qaragan holda yozib oldi. Lekin eng dahshatli qismi. Soat 3:17 da kamera yangi klipni suratga oldi. O'sha ayol u yerda turibdi. Tabassum va yangi ismni pichirlash. Sizning ismingiz, o'sha kechadan beri odamlar ertalab soat 3:17 da uyg'ongan bo'lsangiz va taqillatishni eshitsangiz, javob bermang, deyshadi. Chunki u sizning ismingizni bilsa, u hech qachon unutmaydi.